O'zbekiston aholisi sizningcha rus tilini bilish shartmi? Шарт. Nahotki? Sabab Знать надо по-русски. Всем. Ты кармане бабушка, шпионе туда. Я бабушке помогите, я бабушкаga помогите. Yo'q, shart emas. nega? Rus tilida gapiraman bo'ladimi? Tush aslo o'ng bo'lmas, o'ng tush bo'lmas. Tush bilan o'ng bilan tush hammasi bir bo'lib. O'zi rus tili ikkinchi til deb qabul qilingan-ku. Boribchi. Bu ertaklaringni katta xolangga aytgin, xo'pmi? Sizningcha shart. Manimcha Rus tilini shart. bilish shart deysiz. O'zingiz rus tilini bilasizmi? Yo'q, o'zim bilaman. Bilmaganimni bilmayman-da, yoshligimdan nima? Shart. Nima uchun? Endi hozir turistlar ko'p O'zbekistonda o'shaning uchun. Chunki ko'p ishga men rus tilini bilsangiz oladida, hozir ham Toshkentda o'zi. O'zbek tilini bilsangiz ko'p javob beradi o'zi. Tur yo'qol bu yerdan tezroq. Har kim o'ziga qarab, lekin majburiy. Nima dedi? Takrorlashga tilim bormaydi.